Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filialiga qarashli Furqat tumani gaz to'ldirish shoxobchasida kuniga 50 tonnagacha suyultirilgan gaz maishiy ballonlarga to'ldirilib, viloyatning 3 ta tumaniga yetkazib berilmoqda. Kuz-qish mavsumida 24 soatlik navbatchilik tizimi yo'lga qo'yildi. Tuman hokimligi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, navbatdagi gaz ballonlari Qizil Qiyoq mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi xonadonlariga tarqatildi. Ballonlarni tarqatish shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida 100% elektron tizim orqali amalga oshirilyapti. Mahalla fuqarolar yig'inida 872 ta xonadonga suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Iste'molchilarning 631 nafari tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan ijara shartnomasi asosida taqdim etilgan maishiy ballonlardan, qolgan 241 nafar esa o'z shaxsiy gaz ballonlaridan foydalanadi. Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filialidan olingan ma'lumotga ko'ra, iste'molchilarni suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida 3000 dan ortiq zaxira ballon shakllantirildi. 8 ta yangi Isuzu rusumidagi avtomashinalar xarid qilindi. Suyultirilgan gaz to'ldirilgan maishiy gaz ballonlari aholi xonadonlariga imtiyozli narxlarda yetkazib berilmoqda.